250 bar Karcher ishlatadigan mo'kaxonasi bor okalar. Mana sizlarga Karcher eng oxirgi avlodi 350 barli. Xo'p, buni video oxirida tushuntiraman. Xo'p, uy sharoitida ishlatgani qulay, narx qulay bo'lgan, o'zi sifatli bo'lgan Karcher qidirib yurganlarga Magnat brendining 80 barli Karcheri. Xo'p, bu Karcherimizni komplektidan 8 metrli shlanka, pistoleti, suv filtri chiqadi. Bundan bari kuchliroq, kattaroq bo'lsin deganlarga mana kattaroq varianti ham bor. 100 barli komplektida buni ham 8 metrli shlanka, suv filtr, pistolet chiqadi. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsa, bu 900 ming so'm, nariga kichkinasi 800 ming so'm. Xo'p, Magnat brendining yana bitta katta bo'lgan Karcheri bor, 250 barli, bundan kuchliroq. Xo'p, buni komplektidan pistoleti, trosli shlankasi chiqadi, 8 metrli, suv filtri chiqadi, 4 xil nasatkasi chiqadi. Bu narxiga keladigan bo'lsa 330 dollar. Xo'p, asosiy mana texni eng legenda bo'lgan Karcheri. Hop, 100 barli 8 metrli shlankasi chiqadi, pistolet chiqadi, suv filtri chiqadi. Qo'shimchasiga pena pistolet bilan, pena bachok bilan 4 xil nasatka chiqadi. 224 ga ishlaydi. Xo'p, bundan beri kuchliroq bo'lsa 220 ga ishlasin deganlarga mana sal kattaroq varianti 150 barli 3 kilovat tokka ishlaydi. Buni ham komplektida 8 metrli shlanka, suv filtr, pistolet chiqadi, pena bachok chiqadi, qo'shimchasiga 4 xil nasatka chiqadi. Xo'p, buni shlankasi 300 atmosferaga yaraydigan, 300 barga yaraydigan bo'ladi, start stopli, averrelli bo'ladi. Xo'p, ikki xil palagenida ishlaydi. Nominal, avtomatik degan palagenida ishlaydi. Xo'p, mana nominal bosib qo'ysangiz bir xil motor, bir xil tepda ishlaydi. Avtomatik pistoletni bossangiz motor ishlaydi, qo'yib yuborsangiz motor to'xtaydi. Xo'p, 3 faza bir narxiga keladigan bo'lsa 400 dollar YouTube'dan kelganlarga ozroq qilib beramiz. Xo'p, 3 fazaga ishlaydigan Karcherimiz ham bor, 150 barli. Buni ham komplektida 8 metrli shlanka, pistolet chiqadi, suv filtr chiqadi, pena bachogi bo'ladi, 4 xil nasatkali bo'ladi. Bu ham averrelli, start stopli, 2 xil palagenida ishlaydi. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsa 600 dollar. Xo'p, undan keyingisi 200 barli Karcherimiz. Buni ham komplektida 8 metr shlanka, pena bachok, suv pistoleti bo'ladi, 4 xil nasatkali bo'ladi, averrelli. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsa 800 dollar. Undan keyin yana ham biri kuchliroq bo'lsin deganlarga mana 280 barli. Mo'ga xonalarda ham hattoki 280 bar yo'q. Buni ham komplektidan 8 metrli shlanka, pistolet chiqadi. 3 faza tokka ishlaydi. Komplektida 4 xil nasatka, pena bachogi bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa 800 dollar. Xo'p, eng legenda bo'lgan hech kimda yo'q Karcher 350 barli. Xo'p, bu Karcherimiz 11 kilovatli 380 ga ishlaydi. Komplektida 8 metrli shlankasi, pistoleti, 4 xil nasatkasi bo'ladi, suv filtrlari, pena bachogi bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa 900 dollar. YouTube'dan kelganlarga alohida skidka bonuslari bor. Xo'p, manzilimiz Namangan shahri, Go'zaldan tushib kelganda Texi do'kon. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.